Oldi eshik mana shunday ko'rinishda zamogi. Bu zamogimizda mana sal chang bo'lgan. Buni artib tozalab, hozir polni ichlarini ham ochib, boshqatdan terib, remont qilib qo'yamiz. Birinchi o'chirib mana bolchasi ochiladi, krishkasi olinadi. Mana shunday ko'rinishga keldi. Mana buni endi rezinchalarini olamiz. Olingandan keyin mana bu plasmasi, mana bu balandlikda bo'lishi kerak. Mana shunaqasiga, uzunasiga kesiladi. Bu mashina haydaganda qirt davush beradi. Shuni yo'qotish uchun mana shu balandlikda kesib olib taylaymiz mana bu qismini. Buni mana bu yerda ariqchasi bor, sal olayga yetarib, tagidan tepaga ko'tarsa chiqadi. Buni birdaniga o'zini mana bunday tagdan tiqib ko'tarish kerak emas. Mana bu yerda tepa qismidan mana ko'tariladi mana. Ozroq yordam berish kerak. Bo'ldi, mana olindi, tayyor nasib bo'lsa zamogimiz. Endi buni tachit qilib kelamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, tachit qilib tayyor qilib olib keldim. Buni endi joyiga qo'yamiz. Bitta undan ollay zamogni artib tozalab olamiz. Yangi 25 mashina bunaqangi chang, tuproqloy bo'lib ulgurmagan hali. Ko'rishlaringiz mumkin, mana top-toza turibdi o'zi zamog. Shundan keyin sal yoq-buyog'ini artib, changlarini olib, yangi moyga o'tirg'izib yuboramiz. Yog'langan endi kam miqdorda yo'q. Xo'p, mana tayyorlab oldik. Nasib bo'lsa, buni endi terishni boshlaymiz. Purshinkachasi mana qo'yildi. Ariqchasiga qo'yish kerak. Bo'ldi, mana tushdi. Ariqchaga bu boshi tiqiladi-da, buyog'ini bu ariqchaga направлять qilib bosib yuborsa tushadi qirsib. Mana bu yog'i tayyor. Mana shunday turadi. Xo'p, mana shunday uchtasimidan ushlab olib, litol qo'limizga olib, moylab qo'yamiz. Mana. O'qchasini qo'yamiz. Shunchagolikoni mana qo'yildi. Zamogimiz mana moylangan, tayyor holatga keldi. Endi krishkasini qo'yib tersak bo'ladi. Ichi qismi tayyor. Arqa tomonini ham moylab qo'yish kerak, tashqari qismini.
zamogimiz mana tayyor holatga keldi. Endi buni joyiga qo'yib, nigelirovka qilib qo'yamiz.